Xabar 24 kanali o'z ishini boshladi. Bugun dasturimizda Ukrainadagi urush 2025-yil oxiriga qadar yakunlanishi mumkin. Tramp har qanday kelishuv evaziga Ukrainadagi urushni to'xtatmoqchi. Putin an'anaviy qirg'iz cholg'u asbobini chaladi. AQSh armiya vaziri Ukrainani muqarrar mag'lubiyat haqida ogohlantirdi. Erkaklar hayoti uchun muhim funksiyalarni qo'llab-quvvatlovchi vulkan mahsuloti prostata adenomasi, prostatit hamda jinsiy muammolarda sizga eng ishonchli yordamchi bo'ladi. Yaqinlikda hissiy va kuch uyg'unligini oshiradi. Mahsulot 5-7 kun ichida o'z ta'sirini ko'rsatishi bilan bemorlar ishonchni oqlagan. Muammolaringizga yechim sizga yanada yaqin. Vulkan salomatlik manbai. AQSh armiya vaziri Ukrainani muqarrar mag'lubiyat haqida ogohlantirdi. Dendris Kol Rossiyaning Ukrainaga raketa hujumlari intensivligi oshayotganini ta'kidladi. Rossiya juda uzoq davom etadigan urush olib borishga qodir ekanini ko'rsatdi va vaziyat yanada og'irlashib ketmasidan avval Kiyev tinchlik bo'yicha kelishuvlarni qabul qilishi lozim. Putin an'anaviy qirg'iz cholg'u asbobini chaladi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin prezident Sadir Japarovning Ala-Archadagi qarorgohida kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti rahbarlari uchun o'tov ichida o'tkazilgan madaniy dastur davomida an'anaviy qirg'iz torli cholg'u asbobi bo'lgan qumuzni chaldi. Putin Tramp bilan suhbatda uni Ukrainaga Tomahawk uzoq masofali raketalarni yetkazib berishdan voz kechishga ko'ndirgan. The Wall Street Journal gazeta ma'lumotlariga ko'ra, 16-oktyabr kuni bo'lib o'tgan suhbat chog'ida Rossiya rahbari Vladimir Putin AQSh prezidenti Donald Trampga raketalarning Ukrainaga topshirilishi frontdagi vaziyatga ta'sir qilmasligini, biroq Washington va Moskva o'rtasidagi munosabatlarga jiddiy zarar yetkazishini aytgan. Ukrainadagi urush 2025-yil oxiriga qadar yakunlanishi mumkin. NATO bosh kotibi Mark Ryutte Ukrainadagi urush yil oxirigacha tugashi ehtimoli borligini aytdi. Ryuttening aytishicha, Jenevadagi muzokaralardan keyin qo'shimcha uchrashuvlar o'tkazilishi, shuningdek ayrim masalalar bo'yicha Yevropa ittifoqi va NATO bilan alohida muhokamalar zarur bo'ladi. U taklif etilayotgan tinchlik rejasi Rossiyaning Yevropa xavfsizligi uchun uzoq muddatli tahdid sifatidagi bahosini o'zgartirmasligini ham ta'kidladi. Ma'lumot uchun 2022-yil fevralida boshlangan Rossiya-Ukraina urushi hanuz davom etmoqda. Mojaro Yevropa xavfsizlik tizimiga, global energiya bozorlariga va xalqaro siyosiy munosabatlarga katta ta'sir ko'rsatgan. NATO so'nggi yillarda Ukraina uchun harbiy va iqtisodiy yordamni kengaytirgan. Tramp har qanday kelishuv evaziga Ukrainadagi urushni to'xtatmoqchi. AQSh prezidenti Donald Tramp tinchlik kelishuvi qanday ko'rinishda bo'lishidan qat'iy nazar Ukrainadagi urushni tugatishni maqsad qilgan. Bu haqda Politico xabar berdi. Hozirda AQShning urushni to'xtatish uchun tayyorlagan 28 bandli rejasi muhokama qilinmoqda. Unda Donbassni Rossiyaga berish, armiya sonini qisqartirish, NATOga a'zo bo'lmaslik kabi Rossiya foydasiga og'uvchi talablar mavjud. Oq uy rasmiylari tinchlik rejasi borasida Trampda qizil chiziqlar yo'qligini ta'kidladi. Asosiy maqsad ikki tomon rozi bo'lsa va urush tugasa kifoya. Pirovard maqsad tinchlik. Erishish mumkin bo'lgan eng muhim narsa shu. Urushni to'xtatish, qotillikni to'xtatish. Tramp asosan shularni xohlamoqda, dedi Oq uyning yuqori lavozimli amaldori. Hozirda 28 bandli rejaga o'zgartirishlar kiritilmoqda. Ukraina yangi variantda uning ham manfaatlarini aks etishini ma'lum qilgan. AQShning o'tgan hafta e'lon qilingan taklifi Ukrainadan katta hududiy yon berishlarni, jumladan butun Donbass, Lugansk va Qrimni topshirishni, shuningdek hech qachon NATOga qo'shilmaslikka rozi bo'lishni talab qilgan edi. Taklifning Rossiya talablariga moyilligi ba'zi respublikachilar orasida Trampning urushni to'xtatishga bo'lgan e'tibori Ukraina uchun noqulay kelishuvga olib kelishidan xavotir uyg'otdi. Jabrlanuvchiga bosim o'tkazish va tajovuzkorni tinchlantirish tinchlik keltiradi deb o'ylaydiganlar o'zlarini aldamoqda, dedi senator Mitch McConnell. Tramp uzoq vaqtdan beri urushda vositachi deb biladi va neytral pozitsiyani saqlashga intiladi. Prezident Trampning maqsadi urushni tugatish. Agar u prezident bo'lganida bu urush hech qachon sodir bo'lmas edi. Bu urush millionlab odamlarning hayotiga zomin bo'ldi. U barqaror va qat'iy tinchlik o'rnatish orqali yanada ko'proq insonlar halok bo'lishining oldini olishga harakat qilmoqda, deyiladi Oq uy xabarida. Ukraina Trampning tinchlik rejasiga rozi bo'ldi. Asosiy kelishuvga erishildi. Ukraina hukumati Rossiyaning qariyb 4 yillik harbiy amaliyotlarini yakunlash maqsadida AQSh prezidenti Donald Trump ma'muriyati taklif qilgan tinchlik kelishuvi asoslarini ma'qulladi. Bu haqda CBS News AQSh rasmiy manbasiga asoslanib xabar berdi. Umumiy murosa mavjud. Amerikalik amaldor va Ukraina prezidentining milliy xavfsizlik bo'yicha maslahatchisi Rustam Umerov taklif bo'yicha umumiy murosaga erishilganini, biroq ayrim jihatlar ishlab chiqishni talab qilish
qilishini tasdiqladi. Amaldor ukrainaliklar tinchlik kelishuviga rozi, hal qilinishi kerak bo'lgan ba'zi kichik tafsilotlar bor, ammo ular tinchlik kelishuviga rozi dedi. Reja qisqardi. Diplomatiya avjida. O'tgan hafta Shveysariyaning Jeneva shahrida Den Driskol, Marko Rubio, Jared Kushner va Yevropadagi ittifoqchilar diplomatlari ishtirokida muloqotlar bo'lib o'tdi. Natijada tomonlar tinchlik dasturini qayta ko'rib chiqib, 28 banddan faqat 19 ta asosiy bandini qoldirdi. Shuningdek, Driskol Rossiya rasmiylari bilan uchrashish uchun Abu Dabiga ham safar qilgan. Axborot manbalariga ko'ra, Tramp ma'muriyati tomonidan taklif qilingan dastlabki 28 bandlik tinchlik rejasidan aynan qaysi 9 ta bandi to'liq olib tashlangani haqida aniq raqamlangan ro'yxat e'lon qilinmagan. Biroq Jenevadagi muzokaralarda ishtirok etgan Ukraina va Yevropa tomonining qat'iy e'tirozlari sabab rejadan olib tashlangan yoki yumshatilgan eng munozarali qoidalar turkumlari ma'lum qilingan. Bular asosan Rossiya manfaatlariga xizmat qiluvchi maksimalistik talablar bo'lgan. Shanba kuni NATO a'zolari va AQShning boshqa ittifoqchilari qo'shma bayonot e'lon qilib, rejani qo'shimcha takomillashtirishni talab qiluvchi poydevor deb atadi. Oq uy Jenevadagi muhokamalar natijasida yangilangan tinchlik poydevorini ishlab chiqqanini tasdiqladi. Vakillar muzokaralar mazmunli o'tganini, ammo hali ba'zi ishlar borligini ta'kidlamoqda. Ukraina tomonining vakili Aleksandr Bevizning so'zlariga ko'ra, Kiyevning birorta ham e'tirozi e'tiborsiz qolmagan va eng muammoli masalalar bo'yicha yakuniy qarorlar keyinroq prezidentlar Tramp va Zelenskiy darajasida muhokama qilinadigan bo'ldi. Bu aslida Rossiya uchun eng qulay bo'lgan talablarning aksariyati dastlabki bosqichdanoq rejadan chiqarib tashlanganini yoki keskin yumshatilganini anglatadi.